Hammaga assalomu alaykum. Darslarimizni davom etamiz. Bugungi darsimizda biz birinchi dasturimizni yozib ko'ramiz. Xo'p, kelinglar, bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi dasturimiz uchun biz nimalar yozishimiz kerak? Mana bu yerda ozgina tayyorgarlik qilib ko'rganman. Birinchi dasturimizni yozishimiz uchun bizga har doim package main kerak bo'ladi. Ya'ni package main vazifasi nima? Golang dasturi shunaqangi yaratilganki, siz har doim dastur yozganingizda Golang birinchi bo'lib kirib keladigan eshik kerak unga. Ya'ni kirish nuqtasi. Ya'ni biz dastur yozib, uni run qilganimizda Golang qayerdan boshlab o'qishini bilish kerak. Ya'ni aynan shu beradigan belgimiz bizda mana shu package main bo'ladi. Main paketining ichida hech nima yo'q. Uni vazifasi shunchaki Golangga kirish nuqtasini aniqlab berish. Boshqa hech qanaqa vazifasi yo'q. Undan keyin import fmt, ya'ni buni ba'zilar fmt deydi, ba'zilar fimp deydi. Qaysi bir qulay bo'lsa shuni ishlatishingiz mumkin. Bu bizda vazifasi nima? fmt bu bizda kutubxona, ya'ni bizdan oldingi dasturchilar yoki da shu Golang dasturchilarining o'zi shu turli xil kutubxonalar, yordamchi kutubxonalar yaratishadi. Ya'ni kimdir yozib, shuni kutubxona qilib, open source chiqazib qo'yadi va uni boshqa dasturchilar bemalol ishlatishi mumkin bo'ladi. FMT kutubxonasi ham shunaqa kutubxonalardan bittasi. Uni shu Golang dasturchilarining o'zi yaratib qo'ygan. Golang ustanovka qilganinglarda bu Golang o'zi bilan keladigan kutubxona. Aynan shu kutubxonani biz ishlatishimiz uchun uni shunchaki import qilib olishimiz kerak. Importdan keyin qo'shtirnoq ichida shu kutubxonaning nomini yozsanglar bo'ldi. Undan keyin mana bu yerda func main deb yozilgan. Buni tushuntirib o'taman. Func bu kalit so'z. Ya'ni biz kalit so'zlar orqali turli xil amallar bajaramiz dasturlash tilida. Aynan shulardan biri bu func. Func deb yozganimizda biz Golangga aytamizki, men funksiya yaratmoqchiman deysiz. Mana shu func kalit so'zini ishlatdingizmi, Golang tushunadi. Все, bu funksiya yaratmoqchi deydi. Undan keyin sizdan funksiyani nomini kutadi. Ya'ni siz funksiya yaratdingiz, endi unga shunchaki ism berishingiz kerak, nom qo'yishingiz kerak. Va birinchi beradigan nomingiz bu main bo'ladi. Mana bu tepada package main e'lon qilgandik. Ya'ni bu kirish nuqtasini aniqlab beradi dedik. Golang mana shu package main izlaydi-da, undan keyin birinchi bo'lib main funksiyasini izlaydi. Ya'ni package main ham va main funksiyasi ham bizga Golangga shu kirish nuqtasini ko'rsatib berishimiz uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun har doim любой proyektda, любой dasturda Golangda package main bo'ladi va main funksiyasi bo'ladi. Buni vazifasi nima deb so'rasa kimdir shunchaki aytasizlar. Package main bu kirish nuqtasini topib beradi. Main funksiyasi Golang shu main paketiga, ya'ni proyektimizga kirgandan keyin shu main funksiyasini izlaydi va o'shani bir chekkadan o'qib ketishni boshlaydi. Aynan mana shu main funksiyamiz ichida biz dasturimizning asosiy qismini yozamiz. Va undan keyin main funksiyasi yaratilgandan keyin mana shaklli qaus ochiladi. Bu sintaksis, buni hali keyinchalik yana o'rganib ketamiz. Undan keyin fmt println deyapti. Ya'ni biz boya fmt kutubxonasini yuklab olgandik. fmt ni chaqiryapti-da va nuqta qo'yapti. Kutubxonalarni chaqirishda shu fmt deysiz, nuqta qilsangiz, uning ichidagi metodlar, ya'ni shu boshqa dasturchilar yozib ketgan funksiyalarning ro'yxatini ko'rsak bo'ladi. Aynan shuning ichidan println yoki printf degan funksiyani, ya'ni metodni chaqiryapti va buni vazifasini hozir o'zimiz run qilib ko'ramiz. Kelinglar, bo'lmasa birinchi ishimizni proyektimiz uchun fayl yarata olishdan boshlaymiz. Fayl nomini shunchaki hello deb nomladim. Endi mana bu VS kodimizga o'tamiz va bu yerdan biz open folder qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda tugmani bossangiz bo'ladi yoki da tepa qismida faylni bosasizlar. Bu yerda ham mana open folder bor. Shu yerdan рабочий stollarga hozirgi hello papkani tanlayman. Xo'p, mana biz VS Code'ga proyektda, ya'ni ishlamoqchi bo'lgan papkamizni ko'rsatdik. Endi bu yerda yana ko'rsatib ketishim kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Mana bu yerda mana plus new file turibdi va new folder turibdi. New folder qilsanglar biz yana bitta papkamiz ichida papka yaratayotgan bo'lamiz. New file qilsak main.go qilsam mana bu shu main faylni yaratgan bo'laman. Xo'p, bizga shu hello ichida main.go ni yaratib olamiz.
va уже birinchi xatoyimiz. Ya'ni biz fayl ochdik, lekin unga hali hech nima yozmaganmiz. Shunga Golang urushyapti. Endi unga yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda package yozamiz va main qilamiz. Undan keyin biz esingizda bo'lsa importimiz bor edi. Import qilib turib, ikkita qo'sh tirnoq ichida fmt qilamiz. Endi qaranglar, fmt ni import qildim, lekin u tagida qizil chiqib qoldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda xatolikni aytayapti. Sen fmt kutubxonasini o'rnatyapsan, lekin nimaga uni ishlatmayapsan deyapti. Aytayapti. Yo'q, buni ishlatyapti yoki mendan o'chirib tashladyapti. Golang o'z resurslarini va kompyuter resurslarini juda ham tejash uchun moslashgan. Ya'ni bu fmt kutubxonasi ham kichkina joy egallamaydi. Aynan shu sababdan Golang aytayapti, yoki ishlatyapti yoki mendan o'chirib tashladyapti. Shu sababdan buni yo ishlatishimiz kerak yoki o'chirib tashlashimiz kerak. No, biz buni ishlatamiz. Xo'p, undan keyin biz funksiya yaratamiz. Uni nomini main deymiz. Main deganimizdan keyin oddiy qavslar ochib olamiz va shaklli qavslarni ochamiz. Va shu yerda fmt kutubxonamizga yuzlanamiz va nuqta qo'ysak, boya aytib o'tganimdek, mana fmt ni metodlari chiqib keladi sizlarga. Fmt metodini ishlatganimizdan keyin bizga o'zi avtomatik tarzda mana bu yerda turgan xatoyimiz yo'qoldi. Ya'ni Golang o'zi tushunda bo'ldi, bu fmt ni ishlatyapti, mana bu yerda baqirmasam ham bo'ladi deyapti. Endi shu yerga shuni bitta bossam ham bo'ladi. Mana println metodini qilib berdi va qavslarni ochib berdi. Endi mana shu qavs ichiga dasturchilarning an'anasi bor. Birinchi dasturi har doim hello world bo'lgan, ya'ni salom dunyo bo'lgan. Bu nimaga unaqa qilingan desanglar, ya'ni bitta dasturchi dunyoga keldi dunyo bilan salomlashish an'anasi bor. Xullas, men keldim, men ham dasturchiman, salom dunyo degan ma'noda hello world deb yozadi. Biz o'zbekmiz-ku. Shunga salom dunyo deb yozib qo'ya qolaylik, logichliroq bo'ladi. Xo'p, mana shu bilan birinchi dasturimiz tayyor. Bu yerda qaranglar, sizlar ba'zi narsalarni tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, mana bu maindagi qavslar yoki mana fmt println funksiyasi, package, umuman aytib o'tganimda bittasini ham tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin panika qilmanglar, vahima qilmanglar. Bu normal holat. Bu faqatgina praktika. Ko'proq yozasizlar, keyin undan keyingi darslarimizda qolgan mavzularni o'tab borursak, sizlar o'zi cho'tki tushunib olasizlar buni. Sizlarda hech qanaqa savol paydo bo'lmaydi keyin. Hozircha mana shuni yozgan narsamni orqamdan qaytarib, sizlar ham albatta praktika qilinglar. Dasturlashda bitta narsa bor. 5 yil, 10 yillab ham video ko'rib o'rganishingiz mumkin, lekin natijaga erisha olmaysiz. Bir marta yozing, bir marta praktika qiling. Qo'lingiz ko'radi, ko'zingiz o'rganadi, shundagina o'rganasiz. Davom etamiz. Qaranglar, dasturimizni yozdik. Endi biz uni run qilishimiz kerak, ya'ni tekshirib ko'rishimiz kerak. Birinchi o'rinda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana bu main go oldidagi dumaloqqa. Bu bizga aytayapti, sen kod yozganing deyapti. Mana bu yozganing hali save qilmading, ya'ni saqlanib qilmading deyapti. Biz uni birinchi saqlanib qilishimiz kerak bo'ladi. Windowsda Ctrl S bosasizlar, Macda Command S bosasizlar. Mana bu yerda Command S bossam, mana menda yo'q bo'ldi, mana bu yerda dumaloq. O'rniga X paydo bo'lib qoldi. Bu уже saqlanib bo'ldi. Agarda boya Ctrl S bosmaganimda, men kod yozganimda mana bu yerda VS Code xuddi mana shunaqa tasavvur qilib turardi. Ya'ni men kod yozganman, lekin run qilishim uchun bu yerda u saqlab olmagan. Shuning uchun shu esingizdan chiqmasin. Har doim shu Ctrl S maqsadlar bo'ladi. Keyingi darslarda avtomatik saqlanib qilish ham bor. O'shani ham ko'rsatib ketaman. Hozir yana bizga kerak bo'ladigan narsa bu extensionlarga o'tib, shu yerda mana code runner bor. Code run deb qidirasizlar extensiondan. Shu yerda mana code runner bor. Shuni uстановка qilib olishingiz mumkin. Bu bizga nimaga kerak? Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Install qilib bo'lganingizdan keyin proyektimizga qaytamiz, mainni ochib olamiz. Kodimizni run qilishi ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li bu terminal orqali, ya'ni terminalga kirasizlar. Esingizda bo'lsa, Go ni komandalari bor edi. Birinchida bundan oldingi darsimizda Go version ko'rgandik. O'shanda bizga Go mizni versiyasini chiqarib bergandi. Va undan keyin Go bilan birga ishlatilishi mumkin bo'lgan komandalar bor. Shu yerda agar ko'zingizga tushgan bo'lsa, o'zingizlar qilib ko'rgan bo'lsanglar,
Go'da birga ishlatishimiz mumkin bo'lgan run komandasi bor. Mana go run komandasi. Mana shuni ishlatib proyektimizni run qilsak bo'ladi, ya'ni yurgizsak bo'ladi. Shu yerda yozamiz, go deymiz, run deymiz. Lekin go runni o'zini bersak, bizi proyektimiz yurmaydi. Nimaga desanglar, mana go'ni run qildim, bu yetyapti. Hop, go deyin, run deyin. No, deyapti, men qaysi faylni run qilishim kerak, shuni ham aytib ket, baraka topib ko'r deyapti. Demak, biz yozishimiz kerak, go run deymiz. Mana bu yerda mana main.go deb nomlaganmiz faylimizning nomini. Aynan shuni berishimiz kerak. main.go va biz aytamiz golang deymiz, menga run qilib ber deymiz. Qaysini deyapti? Mana shu main.go faylini run qilib ber menga deymiz va enter bosamiz. Mana salom dunyo degan yozuvimiz chiqdi bizga. Mana shu salom dunyo terminalga chiqdimi, bilinglarki, sizlarda kodinglar ham bo'ldi. Ya'ni hech qanaqa xato yo'q. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bitta ko'k bo'lib chiqdi. Bu yerda qizil edi. Biz birinchi yozgan dasturimiz, ya'ni shu salom dunyo so'zini ekranga chiqazib berish edi. Ya'ni shu salom dunyo mana bizda terminalimizda chiqdi. Ustida ekranizatsiya deyiladi. Ekranga chiqarish ham balki to'g'ridir. Ekranizatsiya qildik, xullas salom dunyo so'zini va bizning birinchi dasturimiz birinchi marta run bo'ldi. Tabriklayman, bu sizlarni birinchi dasturinglar. Xo'p, endi esingizda bo'lsa, hozirgina Code Runner extensionini o'rnatdik. Ikkinchi biladigan usulim aynan shu Code Runner orqali. Ya'ni siz dastur yozganingizda terminalni ochib, har safar go run main.go deb yozib o'tirgingiz kelmayotgan bo'lsa, mana bu yerda sizlarda uchburchak play ga o'xshagan tugma paydo bo'lgan. Aynan mana run code turibdi. Ya'ni boyagi Code Runnerni o'rnatganingizdan keyin mana shu yerda shu tugma paydo bo'ladi. Shuni shundoq bossanglar ham bu sizlarga mana salom dunyoni run qilib berdi. Ya'ni mana bu yozgan kodimizni mana bu yerga run qilib berdi. Yaxshiroq bilinish uchun mana bu yerga yana bir qilaman-da, mana salom dunyo deyman, 2 qo'yib qo'yaman. Mana run qilsam, ko'rdinglarmi? Qaranglar, mana to'xtanglar. Mana salom dunyo 2 ni yozdim, lekin save qilmadim. Mana bu yerda dumaloq turibdi. Mana bu yerda run qildim, salom dunyoni o'zini chiqdi. O'zi chiqdi. Endi Command S bosib qaytadan run qilaman. Bu menga mana run qilib berdi. Salom dunyo 2. Qaranglar, bitta narsani aytib ketishim kerak. Code Runner orqali shunchaki bosib run qilish bu to'g'ri oson, qulay, lekin baribir ishlatasiz terminal. Bu qachonki kerak sizlarga, hozirchalik o'rganayotgan paytimizda har safar gemoroy bo'lib, mana bu yerda yozib o'tirmasligingiz uchun, lekin proyektlarni yurg'izayotganingizda buni ishlatmaysizlar. Baribir terminalga yuzlanasizlar. Maslahat beraman, hozirdan terminalga qo'lingizdan o'rgatib borishinglarni. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Birinchi dasturimizni yozdik, uni run qildik va qaysidir ma'noda dasturlash tilini, sintaksini ozgina bo'lsa ham tushunib oldik. Endi aynan shu dasturlash tilimizni keyingi darslarda mukammal o'rganib borishga davom etamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.